Assalomu alaykum. O'rtoqlar, bugun iCloud'da besplatniy to'lib qolganda bo'shatishni o'rganamiz. Men bo'shatib olganman. Hozir yana bir qator ko'rsataman. Google'dan kirib iCloud'ga kiramiz. Saytga kirsak, iCloud'da White chiqadi. White'dan o'zimizni login parolimizni kiritsak, hozir kiritib olamiz. Parolimizni kiritib oldik. Ozgina sekin kiradi. Men kirib oldim. Profilimizga kirgandan keyin foto pastda o'chiradigan narsalarda shunday kiriladi. Foto zametka anchada bo'lsa, yugurib turib o'chirib tashlasa bo'laveradi. Bemalol o'chirsa bo'laveradi. Joyi bo'sh edi. O'chirib turib, gatov qaytib ketilaveradi. Bo'ldi shu. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.